Assalomu alaykum hurmatli aziz birodarlar. Qandaysizlar? Salomatmisizlar? Bilasizlarmi qadimni? Tog' toshlar bilan o'ralgan Makka shahridaman. Mana biz Qirg'izistonning ba'zi bir joylariga, hani tog'lik hududlariga o'xshashib biroq ketar ekan. Mana ham yaxshi gasinsa ekan, mana bu ham. Tog'da ekan, balandda. Maşallah. Balandroq ekan. Chiqib keldim-da shu yerda. Shuning uchun o'chirib turdim. Mana bu joyda qarang. Tog'da yo'mirishyapti polvonlar. Mana. Daqirda qo'y eshitilyapti. Quyosh chiqyapti. Mana. Maşallah. Bu saat kadar yürüyüp gittim. Maşallah. Bu saat geldi oraya. Çıkıp geliş yaptı hoşlanır. Bana şu joy, şurada kaltısı joy ekan. Bana bu maşina tushib kelayotgan. O'sha yerdan chiqib kelishini ko'rasiz. Shuga ko'ch borar ekan. Mana buni ko'ramiz endi. Mana. Nima qilar ekan? Oho. Oho, maşallah ekan. Uşaqlar demişler şey yaptı adam. Oğlan. Oğlu bizi paçağalan çıkıyor. Böyle. Sahat dizlaynası bu. Kechasi bir boshqacha ko'rinadi bu. Kunduzda ko'rsatay dedim. İnşallah kechasini ham bir ko'rsataman. İnşallah. Qurilishlar ketyapti Makkada, Ka'bada. To'xtamaydi shekillik. To qiyomat to'xtamasa kerak. Qurilishlari. Minoralarni balandligini qarang. Qancha baland binolardan baland turibdi. İnşallah. Hani davom etamiz bo'lmasa yo'limizda. Daqaratganlar bahar mash. Bashlarda ovozani. To'g'ri pachag'ini chiqaryapti buzish. Mana shunda poyga aytganimizdek. Aşağıda. Bu yerda ham changi chiqyapti. Buzib. Yo'limizda davom etaylikchi.
Tog'larga o'tlanlar üstü mana yog'ingarchilik bo'lib, boshqa bo'lib. Makkada ham ozoz ko'kala maydon bor. Ko'ryapti. Aziz birodarlar. Çok kısmı çıkıp oldu. Başta yardı teritoriyani eng baland çok düşüyor ekan şu gerek. Hozircha men ko'rganimni ichida. Bu masjid, bu mahalla masjidi bu. İnşallah. Mana bu bizim mehmonxonamiz. Saril Bayt deb qo'yadi. Burchada Saril Bayt. Asel manalar. Asel alvonlar. Buning orqasi juri bor. Ondan buyog'iga haramga to'g'ri yo'l. Açıyat ko'cha. Maşallah. Bütün tog' bilan o'ralgan ekanda. Qarang. Hamma yo'q. Bütün tog'lar. Yana atrofi tog'lar bilan. Ka'bani atrofi ham tog'lar bilan o'ralgan ekan. Muhtaram aziz birodarlar. Kechasi yana ham chiroyli ko'rinadi bu yorqirab svetlari. Kunduzi shunchalik. Ka'baga ishtiyoqi borlar. Bir maza qilib ko'rsin dedimda. Makkaga kelishni orzu qilib turganlar, kelganlar. Hammanglar yana qadaminglarni Alloh taolo yana sobit qadam qilib shu joylarga kelishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.